Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Bugun sizlarga tanishtirmoqchi bo'lgan kitobimizning ismi Hukmdorlar dasturi. Avtori Niccolo Machiavelli, Italiya. Tarjima qiluvchi Abduqodir Jaloliddin. Machiavelli 15 va 16 asr oralig'ida Italiyaning Florensiya degan joyda yashagan bu buyuk shaxs 1469-yilda tug'ilib, 1527-yilda vafot bo'lgan. U razil obraz bilan bog'lanib ketgandi. Razil ham yovuz, ikki yuzlimichi, gibida turmaydigan, maqsadiga yetishda vosita tanlamaydigan degandek bir qator salbiy xususiyatlar Machiavelli degan nom bilan qo'shilib bir simvolga aylangandi. U bo'lsa-mu Machiavellizm. Hukmdorlar dasturini umumiy jihatdan kuzatganda so'zlandigani asosan xonning davlatni idora qilish yo'li va davlatni gullantirish tadbirlari bo'lib, asosiy maqsadi shoh yoki boshqa monarxiyalik hukmronlarning o'z hokimiyati hamda o'rnini qandoq mustahkamlash, uni qandoq kuchaytirish. Markaziy masala siyosiy usul va harbiy ishlar tadbiridan iborat ikki nuqtadan chetnab ketmaydi. Hukmdorlar dasturi har xil tipdagi xalq davlatini aniq ayirib beradi. Alayliq varislik tipidagi xalq, aralashma xalq, o'zining qo'ral kuchi va iqtidoriga tayanib erishgan xalq, boshqalarning askariy kuchi va ta'lim omadi bilan erishgan xalq, shahar aholisi xalqi va diniy xalq qatorliqlar. Machiavelli shuning uchun mushundoq konkret ayirish, tarixiy faktlarni dalil qilish, bu atalg'u ismlarning haqiqiy ma'nosini yeshib tushuntirish, shundaqla bu o'xshash bo'lmagan xalqlarning ayni vaqtdagi mag'lubiyatlik tajriba saboqlarini tunishtirish orqali hukmronlik o'rnatuvchi podshohlarning boshqa davlatlarning tarixiy tajribalaridan qandoq foydalanish, uni o'z davlatining amaliyoti bilan qandoq birlashtirish, o'z yerining shart-sharoitiga biqib ish ko'rgan asosda o'zining xalqiga mos keladigan hokimiyat qurish uchun bishorat bergan. Shubhisizki, bu har qanday bir podshoh davlat qurishdan burun o'ylamasi bo'lmaydigan muhim bir prinsipdir. Xalq davlati o'z iqtidoriga yarasha ish ko'rishi, asosiy nuqtani o'z kuch-qudratiga markazlashtirish kerak. Shunda qilgandila keyingi vaqtlarda o'zini saqlab qolishi ta'sga tushmaydi. Tuvanda sizlarga bu kitobning 3-bobida ilingan istilo qilingan rayonni qandoq boshqarish kerak degan temadagi bir bo'lakni o'qib bermoqchi. Ilova: istilo qilingan rayon xalqlarini imkon qadar paypalash kerak. Agar bu kor qilmasa, ularni tub yildizidan quritib etish kerak. Chunki bir odam ziyon zahmatga yengilroq uchirsa, uning hamon bir kuni qisos elishda qurbi yetadi. Agar bir odamga berilgan zarba ig'ir bo'lsa, u qisos elishga mangu ojiz keladi. Abadiy to'g'ri bo'lgan mundaq bir umumiy prinsip bor. Kim boshqalarni kuchaytiradi ekan, u o'z-o'zini alo qilgan bo'ladi. Mening ko'zlashimcha, istilo qilg'uvchi davlat bilan istilo qilinuvchi davlatning bir bo'lsa, har ikkisi millatdosh va tildoshlaridan bo'ladi. Bir bo'lsa, g'ayri millatdosh, g'ayri tildoshlaridan bo'ladi. Ularning millati, vatani ayrim bo'ladi. Agar istilo qilingan elning xalqlari istilochilar bilan o'xshash bir millatdan bo'lsa, bo'libmi istilo qilingan el erkin muhitda o'tmagan bo'lsa, undaq elga bo'lgan hukmronlikni davomlashtirish o'ng'ay bo'ladi. Hech qanday kuch ketmaydi. Aslidagi davlat xonning avlodlarini yo'qotsa, mustamlika el amin topadi. Boshqa jihatdan elib aytganda, istilo qilingan rayondagi xalqning an'anasini saqlab qolib, aslidagi o'rib-odatlarga tegmasila, istilo qilingan rayon xalqlari yangi hukmdorning boshqarish ostida tep-tinch ketaverdi. Bundaq ahvollarni kishilar Britan, Burgun, Gaskoni, Normandiya qatorliq rayonlarga oid misollardan uchirdi. Agar istilo qilingan rayon xalqi til, qonun, o'rib-odat jihatlarda istilochilar bilan farqli bo'lsa, qiyinchilik intayin zo'r bo'ladi. Bundaq ahvol ostida istilo qilingan rayonni saqlab qolish uchun tirishchanlik, omad bilan birlashib kelgan bo'lish kerak. Eng yaxshi va eng ishonchli usullarning biri shuki, istilochi istilo qilingan rayonda o'ltiraqlashishi kerak. Bu hukmdorning ashu rayonga bo'lgan igidorligini bexatar qiladi va o'zartadi. Turklar Gretsiyada ana shunday qilgan. Agar ayni vaqtda Turkiya podshohi Gretsiyaga berib uzoq muddat o'ltiraqlashmasa, podshoh istilo rayonini saqlab qolish uchun har qancha qilsa-mu bekorga ketgan bo'lar edi. Buningdagi qoida nihoyat oddiy. Chunki yangi hukmdor istilo qilingan joyda tursa, to'polon va tartibsizlik omillari ko'rilsa, hukmdor ularni darhol sezib, bu holatida tinchlikka ulguradi. Agar hukmdorlar istilo qilingan joyda turmasa, hukmdor yuz bergan ishlarni cho'ngib ketganini sezadi. U chaqda hukmdor keskin tadbir qo'llansa-mu, kechikkanligidan to'polonni besiqtira olmaydi.
Bu xil ahvoldan saqit bo'lishning ipi shuki, yerli xalqni amaldorlarning zulmidan xoli qilish, avomni podshohning xayri saxovatidan bahramand qilib, ularni rozi qilish lozim. Shundaq bo'lgandala, podshohning sodiq fuqarolar podshohni texmi qo'g'daydigan bo'ladi. Podshohga yomon g'ara saqlagan fuqarolar podshohdan qo'rqadigan bo'ladi. Natijada bu elga xiris qilayotgan sirqiy dushmanlar harakat qilishga petinilmaydi. Xulosa kalam shuki, hukmdor o'zi istilo qilgan joyni egallab tursa-da, uni qaytarib olish mushkul ish bo'ladi. Agar bir hukmdor yuqorida deyilgandek til, qonun, urf-odat jihatdan o'zlariga yot bo'lgan bir rayonni egallasa, undaqda u o'zini ashu ojiz qo'shni elning rahbari va himoyachisiga aylantirishi kerak. Ularning orasidagi qovul kuchlarni har xil amallar bilan ojizlashtirishi kerak. O'ziga o'xshash kuchli chet el hukmdorlarining tasaddibiy holda atrofidagi ojiz davlatlarga hujum qilib kirishidan har vaqt ogoh bo'lish kerak. Real turmushda buni ahvollar yuz berib turadi. O'z xonidan rozi bo'lmagan kishilar makkarlik va qo'rqinchoqlik bilan chet el kuchlarining o'z eliga kirishni talab qiladi. Bo'rini qo'toniga boshlashdak bunday ahvolni Rumliklarning Yunonga kirishiga doir ishlardan ro'shan ko'rgili bo'ladi. Qiziqarli yeri shuki, Rumliklar boshqa ellarga kirganda hamisha shu eldagi ayrim kishilarning yuchuq echib berishi bilan kirgandi. Ishlar hamisha shundoq bo'ladi. Chet el kuchlari ma'lum bir rayonga o'sib kirgandan keyin mazkur rayonning ojiz kuchlari o'z hokimiyatining hukmdorlaridan qanoat topmay yoki ularga hasad qilib tajovuzchi chet el kuchlarining qo'yniga o'zini atadi. Shunlashqa istilochi nuqtasidan elib aytganda, el bo'lgan rayondagi ojiz kuchlarni o'ziga tartish kerak. Chunki ular istilochilarning hokimiyati bilan o'zini xolab sangishadi. Istilochi ana shu kuchlarning zo'rayib, kunlarning birida o'ziga tahdid bo'lishidan hazar aylishi kerak. Istilochi o'zining kuchiga tayanib, ojiz kuchlarning maslashishi bilan istilo rayonidagi kuchli guruh mazhablarni o'ziga bo'ysundiradi va o'zini ashu rayonning mangulik hukmdoriga aylantira oladi. Agar istilochi bularni muvofiq hal qila olmasa, qo'lga keltirgan hamma narsalarni tezlik qo'ldan berib qo'ydi. U mazkur rayonni boshqargan ahvoldami avorishlik ko'p bo'ladi. Hurmatli qarindoshlar, shunday qilib bu kitobni tunishtirishni eng oxiridagi bu she'r bilan oxirlashtirmoqchiman. Yovuzlikqa boturona qarshi turayli, qo'l-qo'llariga qurol olayli. O'tib ketar bu urush payti, ishonimiz ajdodlarning ruhiy qudrati. Uyg'onishqa undaydigan xitob davati, Italiyan yurgidan o'chmidi taxi. Taklamakan kitobxonasi. Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Bugun sizlarga tunishtirmoqchi bo'lgan kitobimizning ismi Hukmdorlar dasturi. Avtori Niccolo Machiavelli, Italiya. Tarjima qilguvchi Abduqodir Jaloliddin. Machiavelli 15 va 16 asr oralig'ida Italiyaning Florensiya degan joyda yashagan bu buyuk shaxs 1469-yil tug'ilib, 1527-yil vafot bo'lgan. U razil obraz bilan bog'lanib ketgandi. Razil ham yovuz, ikki yuzlimichi, gibida turmaydigan, maqsadiga yetishda vosita tanlamaydigan degandek bir qator salbiy xususiyatlar Machiavelli degan nom bilan qo'shilib bir simvolga aylangandi. U bo'lsa-mu Machiavellizm. Hukmdorlar dasturini umumiy jihatdan kuzatganda so'zlandigani asosan xonning davlatni idora qilish yo'li va davlatni gullantirish tadbirlari bo'lib, asosiy maqsadi shoh yoki boshqa monarxiyalik hukmronlarning o'z hokimiyati hamda o'rnini qandoq mustahkamlash, uni qandoq kuchaytirish. Markaziy masala siyosiy usul va harbiy ishlar tadbiridan iborat ikki nuqtadan chetnab ketmaydi. Hukmdorlar dasturi har xil tipdagi xalq davlatini aniq ayirib berdi. Alayliq varislik tipidagi xalq, aralashma xalq, o'zining qo'ral kuchi va iqtidoriga tayanib erishgan xalq, boshqalarning askariy kuchi va ta'lim omadi bilan erishgan xalq, shahar aholisi xalqi va diniy xalq qatorliqlar. Machiavelli shuning uchun mushundaq konkret ayirish, tarixiy faktlarni dalil qilish, bu atalg'u ismlarning haqiqiy ma'nosini yeshib tushuntirish, shundaqla bu o'xshash bo'lmagan xalqlarning ayni vaqtdagi mag'lubiyatlik tajriba saboqlarini tunishtirish orqali hukmronlik o'rnatuvchi podshohlarning boshqa davlatlarning tarixiy tajribalaridan qandoq foydalanish, uni o'z davlatining amaliyoti bilan qandoq birlashtirish, o'z yerining shart-sharoitiga biqib ish ko'rgan asosda o'zining xalqiga mos keladigan hokimiyat qurish uchun bishorat bergan. Shubhisizki, bu har qanday bir podshoh davlat qurishdan burun o'ylamasi bo'lmaydigan muhim bir prinsipdir. Xalq davlati o'z iqtidoriga yarasha ish ko'rishi, asosiy nuqtani o'z kuch-qudratiga markazlashtirish kerak. Shunda qilgandala, keyingi vaqtlarda o'zini saqlab qolishi ta'sga tushmaydi. Tuvanda sizlarga bu kitobning 3-bobida ilingan
istilo qilingan rayonni qandoq boshqarish kerak degan temadagi bir bo'lakni o'qib bermoqchi. Ilova. Istilo qilingan rayon xalqlarini imkon qadar paypalash kerak. Agar bu kar qilmasa, ularni tüp yıldızdan quritib etish kerak. Chunki bir odam ziyon zahmatga yengilroq uchirsa, uning hamon bir kuni qisos elishda qurbi yetadi. Agar bir odamga berilgan zarba ig'ir bo'lsa, u qisos elishga mangu ojiz keladi. Abadiy to'g'ri bo'lgan mundaq bir umumiy prinsip bor. Kim boshqalarni kuchaytiradi ekan, u o'z-o'zini alo qilgan bo'ladi. Mening ko'zlashimcha, istilo qilg'uchi davlat bilan istilo qilinguchi davlatning bir bo'lsa, har ikkisi millatdosh va tildoshlardan bo'ladi. Bir bo'lsa, g'ayri millatdosh, g'ayri tildoshlardan bo'ladi. Ularning millati, vatani ayrim bo'ladi. Agar istilo qilingan elning xalqlari istilochilar bilan o'xshash bir millatdan bo'lsa, bo'libmi istilo qilingan el erkin muhitda o'tmagan bo'lsa, undaq elga bo'lgan hukmronlikni davomlashtirish o'ng'ay bo'ladi. Hech qanday kuch ketmaydi. Aslidagi davlat xonning avlodlarini yo'qotsalar, mustamlika el amin topadi. Boshqa jihatdan elib aytganda, istilo qilingan rayondagi xalqning an'anasini saqlab qolib, aslidagi o'rib-odatlarga tegmasilar, istilo qilingan rayon xalqlari yangi hukmdarning boshqarish ostida tep-tinish ketaverdi. Bundaq ahvollarni kishilar Britan, Burgun, Gaskoni, Normandiya qatorliq rayonlarga oid misollardan uchirtdi. Agar istilo qilingan rayon xalqi til, qonun, o'rib-odat jihatlarda istilochilar bilan farqli bo'lsa, qiyinchilik intayin zo'r bo'ladi. Bundaq ahvol ostida istilo qilingan rayonni saqlab qolish uchun tirishchanlik, omad bilan birlashib kelgan bo'lish kerak. Eng yaxshi va eng ishonchli usullarning biri shuki, istilochi istilo qilingan rayonda o'ltiraqlashish kerak. Bu hukmdarning ashu rayonga bo'lgan igidorligini bexatar qiladi va o'zartadi. Turklar Gretsiyada ana shunday qilgan. Agar ayni vaqtda Turkiya podshohi Gretsiyaga berib uzoq muddat o'ltiraqlashmasa, podshoh istilo rayonini saqlab qolish uchun har qancha qilsa-mu bekorga ketgan bo'lar edi. Buningdagi qoida nihoyat oddiy. Chunki yangi hukmdor istilo qilingan joyda tursa, to'polon va tartibsizlik omillari ko'rilsa, hukmdor ularni darhol sezib, bu holatida tinchlikqa ulguralaydi. Agar hukmdorlar istilo qilingan joyda turmasa, hukmdor yuz bergan ishlarni cho'ngib ketganini sezadi. U chaqda hukmdor keskin tadbir qo'llansimi, kechikkanligidan to'polonni besiq tura olmaydi. Bu xil ahvoldan saqit bo'lishning ipi shuki, yerli xalqni amaldorlarning zulmidan xoli qilish, avomni podshohning xayr-saxovatidan bahramand qilib, ularni rozi qilish lozim. Shundoq bo'lgandala, podshohning sodiq fuqarolar podshohni taxmi qo'g'daydigan bo'ladi. Podshohga yomon g'ara saqlagan fuqarolar podshohdan qo'rqadigan bo'ladi. Natijada bu elga xiris qilayotgan sirqiy dushmanlar harakat qilishga patinilmaydi. Xulosa kalam shuki, hukmdor o'zi istilo qilgan joyni egallab tursa-da, uni qaytarib olish mushkul ish bo'ladi. Agar bir hukmdor yuqorida deyilgandek til, qonun, o'rib-odat jihatdan o'zlariga yot bo'lgan bir rayonni egallasa, undaqda u o'zini ashu ojiz qo'shni elning rahbari va himoyachisiga aylantirish kerak. Ularning orasidagi qovul kuchlarni har xil amallar bilan ojizlashtirish kerak. O'ziga o'xshash kuchli chet el hukmdorlarining tasaddibiy holda atrofidagi ojiz davlatlarga hujum qilib kirishidan har vaqt ogoh bo'lish kerak. Real turmushda buni ahvollar yuz berib turadi. O'z xonidan rozi bo'lmagan kishilar makkarlik va qo'rqinchoqlik bilan chet el kuchlarining o'z eliga kirishini talab qiladi. Bo'rini qo'toniga boshlashdak bundaq ahvolni Rumliqlarning Yunonga kirishiga doir ishlardan ro'shan ko'rgili bo'ladi. Qiziqarli yeri shuki, Rumliqlar boshqa ellarga kirganda hamisha shu eldagi ayrim kishilarning yuchuq echib berishi bilan kirgandi. Ishlar hamisha shundoq bo'ladi. Chet el kuchlari ma'lum bir rayonga o'sib kirgandan keyin mazkur rayonning ojiz kuchlari o'z hokimiyatining hukmdorlaridan qanoat topmay yoki ularga hasad qilib tajovuzchi chet el kuchlarining qo'yniga o'zini atadi. Shunlashqa istilochi nuqtasidan elib aytganda, el bo'lgan rayondagi ojiz kuchlarni o'ziga tortish kerak. Chunki ular istilochilarning hokimiyati bilan o'zini xolab sangishadi. Istilochi ana shu kuchlarning zo'rayib, kunlarning birida o'ziga tahdid bo'lishidan hazar aylish kerak. Istilochi o'zining kuchiga tayanib, ojiz kuchlarning maslashishi bilan istilo rayonidagi kuchli guruh mazhablarni o'ziga bo'ysundiradi va o'zini ashu rayonning mangulik hukmdoriga aylantira oladi. Agar istilochi bularni muvofiq hal qila olmasa, qo'lga keltirgan hamma narsalarni tezlik qo'ldan berib qo'ydi. U mazkur rayonni boshqargan ahvoldami avorishlik ko'p bo'ladi. Hurmatli qarindoshlar, shunday qilib bu kitobni tunishtirishni eng oxiridagi bu she'r bilan oxirlashtirmoqchiman. Yovuzlikqa botirona qarshi turayli, qo'l-qo'llariga qural olayli. O'tib ketar bu urush payti, ishonimiz ajdodlarning ruhiy qudrati.
uyg'onishqa undaydigan xitob da'vati italyan yurkidan o'chmidi taxi. Taklamakan kitobxonasi.